Ana biza hozir Toshkentdamiz. Yashnobod bozorida. Oldin bu bozor tezi ko'pga deyilardi. Eski narsalar bor, qaranglar, qanaqa chiroyli. Eski pullar. Eski oldingi gazetalar. Bobur. Mana Alisher Navoiy shoirlar bor. Qadimgi ipliklar ko'rdinglar, boshqacha bo'ldi. Oldin svet bo'lmagan, mana shunaqa sham-chiroy yoqib o'tirishgan. Qadimgi narsalar baribir boshqachada. Judayam eski bozor bu. Ko'pincha bu yerda ruslar ko'proq sotadi. Xohlagan uydagi kerak emas narsalarni mana shunaqa chiqarib bozorda sotishadi. Mana oldingi medallar. Shu bozorga men kichkinaligimda kelganman. Katta bo'lganimda, ancha bo'ldi kelmaganimga o'zgarib ketdi bu bozor. Hamma narsa sotaverishadi bu yerda. Qadimgi eski mebellar bular. Bizning davrimizdagi, bizning davrimizdan ham ota-bobolarimizdan qolgan mebellar mana. Eski narsalar. Ko'rdinglarmi qanaqa boshqacha bozor? Hozir bo'lsa manzidalar. Chetda bo'lsa-da mumkin o'tiradi. Oldingi soatni shunaqa bo'lgan. Kravatga yuboradi. Shunaqa bo'lgan choynaklar, oldingi svetilniklar mana bunaqa bo'lgan. Uzun bo'lgan.